Bag'dod tumanida ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalar, shuningdek, mamlakatimiz harbiy xavfsizligi va mudofaa salohiyatini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Tadbirda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanov, mahallalar uyushmasi vakillari, viloyat va tuman rahbarlari ishtirok etib, yangi O'zbekiston taraqqiyoti, globallashuv sharoitida mafkuraviy tahdidlar va amalga oshirilayotgan islohotlar mohiyati xususida atroflicha ma'ruzalar qilishdi. Madaniyat markazida yig'ilgan yuzlab ziyolilar islohotlar samarasi, yurtimizda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari haqida fikrlarni katta qiziqish bilan tingladilar. Jonli muloqot davomida aholini rag'batlantirishga qaratilgan qator tashabbuslar ilgari surildi. Shuningdek, tadbir yakunida ijodiy chiqishlar namoyish etildi. She'rlar va vatanga bag'ishlangan qo'shiqlar ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Shu kuni Otabek Hasanov tuman mas'ullari bilan birga Cho'rindi mahalla fuqarolar yig'inida hamda 25-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bo'ldi. Xabaringiz bor, joriy yilning 15-yanvaridan 28-fevraligacha o'tkazilayotgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlariga start berilgan. Ro'yxatga olish tadbirlarini belgilangan talablar asosida yuqori saviyada tashkil etish yuzasidan tegishli ko'rsatmalar va amaliy tavsiyalar berildi. Tuman hokimligida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham ushbu muhim davlat ahamiyatiga ega jarayonni samarali tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Ushbu ma'rifiy tadbirlar aholi, ayniqsa ziyolilar o'rtasida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, milliy g'oya va ma'naviy barqarorlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.